Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga 2026-yil 2-yanvar kuni Zo'rindan akkurat minilgan, egadan salondan olib minilgan Captiva 2015-yil sostenalari o'ta go'zal holatda. Balonlari Nexon balonlar top-toza. Kraskasini keladigan bo'lsak, birdamchi kraskasi yo'q kechirimda. Eldilar Captiva 4 bo'lgan. Turishini qaranglar jo'ralar. Zo'r holatda mashina o'ta. Mashina metallari bor. Balonlar yaxshi holatda. İçine giradigan bo'lsak, ishlarni qaranglar. O'ta go'zal holatda turibdi mashinamiz. Signalar ham hali yirtilib, bo'linib, sinib, qirchilib, treshina berib degan narsalar yo'q uni. Ko'rasizlar. Holatlari chotki. Bu yerga e'tibor etmanglar, negativlar bor yozadi. Bu nishatishi kerak, bu o'tirishi kerak-ku bu arkani qo'yib. Shundan o'yladi bu narsada. Mashinamiz 150 ming kilometr yuribdi. Radni yurgani, Liboyra переверкаga tayyor mashinamiz. Shunday holatda do'stlar. Achchaqim uchib o'tirmaydi-ku deyman-da. Mashina minish chalasan-ku. Captiva 4 ning rollari qo'yilgan. Start stop mashinalar qo'yilgan. Mashinamiz lyuklari, konditsionerlar hamma narsasi ishlatilibdi mashinamiz. O'ta go'zal holatda turibdi. İşlerini e'tibor etasizlar. Endi bu syomka baribir to'liq yetirib berilmaydi. Tek olish niyat bo'lsa, kommentariyada o'tirmang, kelib, ko'rib savdolashib olishingiz mumkin. Shunday holatda do'stlar. Mashin shu kelib haydab, soat ishga kirsangiz o'z ma'lum bo'ladi. Zo'r narsalarga. Eldilar Captiva 4 bo'lgan, bu to'y qo'yamini bilaverasizlar, qarang. Shunday. Kimga qiziq bo'lsa, telefonimga 91 dan 984 84 83 pulni ayiradigan bo'lsak, mashinamiz 162 million so'm 2015-yil Captiva. Kraskasi Radno 100%. Kilometrni libo ustaga tekshirasiz, motordan kirish demagan hali. Kelib tekshirtirib, ustaga keyin ana pul sanaverasiz üstünde. Kimga qiziq bo'lsa, telefon nomerlarini aytdim o'xshaydi. 91 dan 984 84 83. Barcha xizmat ham bor mashinamiz. Libo mashina bilan barchalar bor. Kelib ko'rib, yana yangi yilda o'zingiz podarka etaverasizlar.